Men nimaga jumaga bormayman? Jumaga borganda men biror bir foydali gap eshitmayman. Tushunasizmi? O'shaning uchun bormayman. قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Biza отношения qilmaymiz agar o'sha kutayotgan bolangizni necha pul topish kerak oyiga? 40 ming 30 dollarlar. 20 ming 25 ming dollar pul topish kerak. 20 ming 30 ming pul topish kerak. 9 xonali uy so'rayman. Villa so'rayman. Assalomu alaykum barchalarga. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan haqiqatan ham bachkanalashib ketgan O'zbekiston mentaliteti, ya'ni bachkanaga aylangan o'zbek xalqi haqida gaplashib o'tamiz. To'g'ri, hammasi ham emas, no degan gap bor. Buning orasida ko'pchilik san'atkorlar, mashhurlar, amaldorlar ham bor. Misol uchun doimgidek trendda bo'lgan, ya'ni ommani nazarda qolmagan Jahongir Otajonov bachkanaga aylangan Oktagon ligadagi bo'lar bo'lmas odamlar va amaldorlarning qilayotgan ishlari. Undan tashqari internet tarmog'idagi bo'layotgan muammolar, ya'ni Temuning O'zbekistondagi yopilishi, bunga sabab nimalar? O'sha mavzularni gaplashib o'tamiz. Qo'llab tursanglar bo'ldi. Boshqa hech nima so'ramayman sizlardan. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Xalq eshitadi, omma eshitadi. Nima chiqarsam, nima qo'shiq aytsam eshitadi degani bu bachkanalashib, qanaqadir dabdala qo'shiqlar aytsam ham bo'ladi degan emas. Chunki o'zini saviyasi bor, u insonni kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Bilaman, bu ancha bo'lgan mavzu, olib chiqishga majbur bo'ldim, chunki ozgina joyini qo'yib beraman. Agar avtorskiy tushmasa, eshitib ko'ringlar, o'zlaringga sal saviya bo'lsa, xulosa qilib chiqarsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Temu mavzusiga keladigan bo'lsak va Xitoy mavzusiga keladigan bo'lsak, Temu O'zbekistonda nimaga yopilyapti? Ruxsatnoma olgan deyildi. Bu aniq ma'lumot emas, lekin O'zbekistonda yopilayotgan sababi meni taxminim bo'yicha O'zbekistondagi internet savdo do'konlarining xaridlarining pasayishiga sabab bo'ldi. Chunki bilamiz, Temuda anchagina narsalar arzon va sifatli kelayotgani ham bor. Undan tashqari xitoyliklar mavzusiga keladigan bo'lsak, xitoyliklar haqida bilmadim nima deyishni. Chunki bunga anchagina izlanish olib borish kerak. Meni ma'lumotim uncha ko'p emas. Ikkinchidan, o'zbek xalqining saviyasi qanaqa darajada ketyapti? Meni o'ylashim bo'yicha xitoyliklar bosib olishining birinchi sababi O'zbekistonda yetarlicha nima deydi? Staj deydimi yoki bilim darajasi kuchli bo'lmagan insonlar chiqmayotgani yoki ularni chiqishiga to'sqinlik qilayotganlar bo'lgani uchun bu narsalar chet eldan kelyapti. Ya'ni o'sha ilmli va ularga erkinlik bergan davlat tomonidan insonlar kelib, boshqa davlatlarda o'z bilimini yoki bo'lmasam o'z biznesini rivojlantirish uchun kelishyapti deb o'ylayman. Chunki bilamiz, bizda qanaqadir haqiqatni aytib qo'ysang, gaz haqida, svet haqida muammolarni aytib chiqadigan bo'lsang, u insonlarni 15 sutkaga qamashadi yoki nimadir qilishadi. Instagram mavzusiga keladigan bo'lsak, bu bilamiz ko'pchilik gapirib ham o'tgan, gapirishdan to'xtashmadi ham, lekin unga qarshi o'sha psixikasi buzilgan blogerlar, ya'ni har baloni gapirib chiqayotgan blogerlar yaqin orada ulardan anchagina zarba kelishi mumkin deb o'ylayman, nazarimda. Chunki biz qancha harakat qilib ularga gapirganimiz sari, agarda xalq ularga qarshi tura olmasa, aksincha ularga like bosib, podдержка qiladigan bo'lsa, bu ketishda
unaqa saviyasi past bo'lgan insonlar yanada ko'proq kontent qiladi, bachkanalashadi va biz ularni to'xtata olmaymiz. Agarda biz hammamiz bir bo'lib, xalq bilan birgalikda ularni ko'rmay qo'ysak, kuzatmay qo'ysak, ularga obuna bo'lmasak, bu narsa aniqki ular to'xtaydi. Lekin biz hozirgi yoshlar faqatgina bachkana videolar ko'rish bilan band bo'lyapti. Misol uchun har qadamda unaqa insonlar chiqadi. Qaniydi shunaqa ayol bo'lsa, billa hamma narsani harakatini qilsangiz, noldan ko'tarilsangiz. Chunki har bitta momentini, har bitta narsasini tsinit qilasiz. Nimaga noldan ko'tarilish yaxshi? Chunki noldan ko'tarilganingizda u qizni siz обеспечить qila olmaysiz nimadirda. Ishi обеспечить qila olmasligingizga sizga u rozi bo'lib, siz yoningizda qolishi birinchi o'rinda. Shu gapni aytdingmi? Da bir xil fikr bildiryapmiz. Menimcha bu eng katta hozirgi ayollarda bo'layotgan turgan muammo. To есть siz qiynalgan paytingizda tashlab ketish, har xil ortiqcha gap so'zlar qilish. Agar noldan ko'tarilib, billa qanaqadir rezultatgacha, billa oxirgacha bordinglar, yo'lda tushib qolmadimi, u ayolni bo'yningizda ko'tarib yursangiz ham, u ayol boshingizga chiqa olmaydi. Ya'ni bo'yningizda o'tirib, siz tinch qilib, boshingizdan o'pib ketadi u qiz. Sizga shu bo'yningizni to'g'rilab, yo'l-yo'lakka ko'rsatdi. Unaqa ayolni qo'lda ko'tarib, bo'yningizni ushlab yurish. Qaniydi shunaqa ayol bo'lsa, bo'yningizda ko'tarib yursangiz ham, u ayol boshingizga chiqa olmaydi. Yoki bir burchakdan kuzatishda davom etamiz yoki birgalikda harakat qilamiz. Shunaqa gaplar, charchamanglar.